eng katta xatoyingiz ayting nimada? Aslida gap sizni o'gayligingizda emas, yo boshqa narsada emas. Siz yoshligingizdan ko'p narsaga chidab keldingiz. Erizni xarakteriga chidadingiz, bolalaringizni kapriziga chidadingiz, endi nimalarga qayningizga chidagandirsizda, evaziga siz kutdingiz. Mana bo'ldi. Bolalarim katta bo'lsa, uylansa, uyli egar joyli qilsam, oyoq qo'limni cho'zaman, keyin men koroleva bo'laman dedingiz. No, o'sha koroleva bo'lgan paytingizda sizga aytishdi. Baraka topkur, pastga tush deyishyapti. Sen koroleva bo'la olmaysan. То есть siz boshqalarga bergan narsangizni sizdan kutishyapti. Siz boshqalarga berdingiz, yugurdingiz, yeldingiz, rost mana kelin, zo'r kelin bo'lib bergandirsiz. Endi o'zingiz kelinlaringizdan kutishingiz narsa kutasiz. Sizni kelinlaringiz siz emas. Tushunasiz? Qarang. Men o'zim kelin bo'lganman, siz ham kelin bo'lgansiz. Men ham kiyim kuydirganman, siz ham kiyim kuydirgansiz. Siz atletdan kuydirganmisiz? Men oshni teggi, osh yo'q bo'lib ketguncha kuydirib olganman. Tasavvur qila olasizmi? Boshida shunday bo'lgan, hamma kelin. Bu men atletdan shu ish qildim deganim. Yo'q, men aytmaman-ku, o'sha 1 yilgacha, 2 yilgacha muhitga o'rgangancha o'sha narsaga muhitga o'rgatish uchun harakat qilganman. Lekin men o'zim xohlagan qilgandan keyin men o'sha xohlamadim unga boshqa narsani o'rgatishdi.